Bugünkü mevcutluğumuzni tushunish. Abdori Afrasyab. Bu yerda aytilmoqchi bo'lganlar qaramoqqa hammalarga ma'lumliq gaplar. Mavjud realligimiz jumladan dushmanning bizga qilayotganlari intayin qo'rqinchli. Dunyo parvosiz. Özümüzün inkası güçsüz. Amma çar tepişten burun öz mevcutluğumuzni ommabop ve to'g'ri shaklda tushunishimiz kerak. Birinchi, Xitoyning qilmish atmishlari. Birinchi, Xitoy davlati Uyg'ur davlatini besib oldi. Davlatni tartqizib qo'yishda o'zimizning mas'uliyati eng og'ir. Ikkinchi, zaminimiz va boyligimiz Xitoyning mavjudligi va taraqqiyoti uchun intayin mo'yin bo'lib keldi. Shunga uni bor kuchi bilan muhofazat qiladi va zaminni tortib olaman degan biz Uyg'urlarni yo'q qilmoqchi bo'layotdi. Uchinchi, dal mush chog'da Xitoy 10 mingdan ortiq Uyg'ur tadqiqotchi, 500 mingdan ortiq askariy kuch, 5 milliondan ortiq ma'muriy xodim, 500 mingdan ortiq soqchi, yordamchi soqchi, jasus orqali Uyg'ur millatini tutish, Uyg'ur millatini yo'qotish qadamini tezlatmoqda va qirg'inchilik elib bormoqda. To'rtinchi, Xitoyning qarshi turayotgani islom aqidasi bo'lgan Uyg'urlarla emas. Barliq Uyg'urlar, jumladan ma'muriy amaldorlar, tadqiqotchi, olim, korxonachi va savdogar, yoshlar vakillari, san'atkorlar, dinga ixlosmand, ammo hammani tutmoqda, yo'qotmoqda. Diniy o'limalar burunli yo'qotilgan bo'lib, navbatda eng ko'p tutilayotganlar milliy madaniyat, milliy egilikning vakillaridan iboratdir. 5. Xitoyning Uyg'urlarni talto'kis yo'qotish vaqt jadvali aniq. 2030-yildan burun Uyg'urluq madaniyat aloydiligi kuchli Uyg'urlarni qirg'in qilish va tutish orqali yo'qotish. Boshqalarni Xitoylar bilan e'tiqod, til, yoziq, turmush, madaniyat jihatda to'liq assimilyatsiya qilishdir. 6. Xitoy Uyg'urlarning yerimini qamab, yerimini xitoylashtirib bo'lgandan keyin vatanimizga 2025-yildan burun Uyg'urlarning sonidan 3 hassa ortiq Xitoy ko'chman yo'tkamoqchi. 7. Xitoy intayin kuchlik, nopos ko'p, armiyasi kuchlik, yadro quroli bor va dunyoni yordam berish, qarz berish, mablag' solish, setib olish, yumshoq va qattiq diplomatiya, qurol va tashviqot josuslarning kuchi bilan bo'ysundirmoqda. 2. Dunyoning inkosi. 8. Butun dunyo bizning masalamizni to'liq tushunmaydi. Medialar faqat mingdan birni bayqaydi va yetkazadi. Dunyo xalqi uningga qanchalik qiziqidi va qanchalik ishonadi, qanchalik ko'ngil bo'ladi, bu ayrim masala. 9. Amerika va boshqa g'arb allari Uyg'urlarning masalasini davomli insoniy huquq masalasi sifatida anglaydi. Uyg'urlar tayyorlagan nurg'un doklad,
talay yığınlar, mыңлыган paketlik xabarlardan keyin bu hökumətlər Xitayğa qarta ta'sir bo'lmaydigan qisqa bayonotlarni e'lon qiladi, ish tugaydi. 10. Dövlətlər, təşkilatlar və taratqular Uyg'urlarning millat sifatida yo'qotilishi xavfiga texi diqqat bermadi. Chunki millat sifatida yo'qolish xavfini biz bilyapmiz, ammo qo'limizda boshqalarga ko'rsatilgudek yetarlik isbot yo'q. 11. Hech qandaq davlat rahbari yoki xalqarалық tashkilot yoki xalqarалық taratqu Uyg'urlarning mustaqil bo'lishini, mustaqil davlat qurish harakatini qo'llab boqmadi. Chunki bu navbatdagi xalqarалық ahdnomalarga xilof deb qaraladi. Ularning qo'llig'ini Uyg'urlarning insoniy huquqini qo'g'dash harakatidan iborat bo'lib, bu albatta Xitoyning vatanimizga bo'lgan egilik huquqini e'tirof qilgan asosda elib berilyotidi. Uyg'urlarni qo'llagan hukumatlarning qilib bergan eng cho'ng ishi Xitoy hukumatini Uyg'urlarning diniy e'tiqodi va qonuniy huquqlarini e'tirof qilish va hurmat qilishga chaqirishdan iboratdir. 12. Uyg'urlarni Xitoylarga dastlabida Pokiston, Qirg'iziston, Tojikiston, orqadan Afg'onistonning Kazoyi hukumati va sobiq Taliban hukumati keng ko'lamda pulga tegishdi. Uyg'urlarni o'zi uchun urush qilg'izdi va foydalandi. Keyin Qozog'iston, Eron, Kambodja, Tayland, Suriya Yashar hukumati, Liviya qatorliq davlatlar hisobsiz pulga sotdi. Keyin Misr hukumati, Saudiya Arabiston, Arab Birlashma Xalifaligi qatorliq Arab va islom davlatlari Xitoyning bir balvoq, bir yo'l siyosatidan naf elish uchun Uyg'urni setish qo'shiniga o'zini otdi. Eng afsuslanarligi Turkiya hukumatining Xitoylar bilan maxfiy kelishimlarni tuzishi, Uyg'urlarning Xitoyga qarshi harakatini zo'r ko'lamda cheklashi, asosliq medialarda Uyg'urlarga oid xabarlarni cheklashi Uyg'urlar uchun foydasiz bo'ldi. 13. Musulmon davlatlarining Xitoy bilan ittifoqdosh bo'lib, Uyg'ur musulmonlarini tutqun qilishdagi eng cho'ng yordamchisi bo'lishi, Xristian va Yahudilar ta'siridagi Amerika va Yevropa davlatlarining Uyg'ur musofirlarga insoniy yordam qilishi, siyosiy sahna, pul va media, jamoat fikri yordami ta'min etishi ro'shan selishtirma bo'lib qoldi. Ammo bu G'arb davlatlarining yordamini qabul qilgan nurg'un Uyg'urlar shu davlatlarda turib, ularni tillab qarg'aydi. 14. Texi biror davlatning sistemalik holda parlamentidan o'tgan Uyg'urlar haqidagi qonun loyihasi yo'q. Hech qanday bir davlatning texicha muntizim va tavranmas holdagi Uyg'urlar uchun foydali bir Uyg'ur siyosati yo'q. Amerikaning Uyg'ur siyosati texicha Xitoydagi ezilguchi millatlar, Xitoydagi inson huquqi dafsandichiligi siyosatidan halqib ketolmadi. Hamma yordami insoniy huquqni markaz qilib, tadqiqot, media, yig'in, axborot yig'ini shaklda davom qilmoqda. 15.
Dünya miqyasida Uyg'urlarning obrazi radikallik, qora bayroq asqan qurolliqlar, qora kiyimga o'rangan ayollar va yana bir qism g'arbdagi kishilik huquq faoliyatchilari bilan to'nilgan bo'lib, madaniyatlik, tarixi bor, ongliq bir Uyg'ur obrazi az uchraydi. Bu Uyg'urlar uchun yana bir ziyonliq diplomatiya krizisidan iboratdir. 3. Uyg'urlarning inkosi. 16. Chet eldagi Uyg'urlarning siyosiy ta'sir kuchi va iqtisodiy asosi intayin ojiz. Uyg'urlarning chet ellarda iqtisod, madaniyat va ma'rif taraqqiyotini kuch-quvvat bilan ta'minlaydigan rasmiy shakllantirgan bir Uyg'ur shahri bazasi yo'q. 17. Ko'p qism Uyg'urlar o'zini da'vo sepidan tortidi. Aktiv qatnashmaydi. O'zi kurash qilmay turib, kurash qilganlarni yaratmaydi. Da'vo sepidagilardan ayib izlaydi. 18. Uyg'urlarning o'zining passiv bo'lganligi uchun da'vo ishini ozg'ina odamga tashlab bergan chet eldagi Uyg'ur siyosiy faoliyatchilarining butun kunlik da'vo sepida yurayotganlari 10 ga yetmaydi. Nurg'unlar ishdan sirt qo'shimcha qiladi. Shunga kishilar Uyg'ur da'vosini 4-5 kishining inqilobi deb ataydi. 19. Uyg'urlar umumyuzlik ittifoq, inoq emas. O'zaro hech kim yaratmaydi. Hammasi o'z oldiga nochi. Boshliq bo'lish orzusi, millatni ozod qilish orzuidan kuchlik. Uzun muddat mustamlika Uyg'urlarning o'ziga bo'lgan ishonchiga cho'nqur ta'sir ko'rsatgan. 20. Uyg'urlar orasida diniy ilmda to'liq tarbiya olmay turib, diniy marhub talash tortish to'lqini qo'zg'ash, din nomidan bir-birini haqorat qilish, ijtimoiy media orqali hujum qilish, normal Uyg'urlarni kofirga chiqarish, ma'rif va taraqqiyotga, iqtisodiy jihatda kuchlanishga qarshi turish, Uyg'ur madaniyatini yuksaltirishga qarshi turish to'lqini Uyg'urlarni ichidan chak bo'lmoqda va orqaga chekindirib, yo'qolishni ilgari surmoqda. 21. Uyg'urlar Uyg'urlarga ishonmaydi. Uyg'urlarning milliy vijdoniga ishonmaydi. Har qanday Uyg'urni yaxshi ko'rmasala, jasus, Xitoyning odami deb tillab qilgan barliq ish izlarini yo'q chiqara oladi. Uyg'urlar Uyg'urlarning iqtidoriga ishonmaydi. Uyg'urlar boy bo'lib ketsa, bu boy bo'lib ketdi-ku, cho'qim Xitoy yordam qildi deydi. 22. Milliy erkinlik kurash sepiga boylar, kasbchan olimlar, ta'sir bor san'atkorlar, aktiv va jo'shqin yoshlarning salmiqi yo'q deyarlik. 23. Ko'p qism Uyg'urlar o'ziga dushman tepish bilan aldirash. Xitoydek nopos soni ko'p, davlat kuchli bir razil dushmanga davlatga taqobil turish uchun chet eldagi 50 ming atrofidagi Uyg'urlar o'zining butunlay ittifoqlashishidan boshqa Amerika, Yevropa ittifoqi, Hindiston, Rossiya, Islom va Arab ellari, Turkiy millatlar birdek qo'shilish kerak edi. Lekin Uyg'urlar ularni Xristian, Yahudi, kofir deb qarab yaqinmi kelmaydi. Hatto o'z ichidinmi minglagan ramkalarni tuzishib, bo'laklarga ayrilgan. 24. Uyg'urlar o'zining aslida
zodi qaysi darajada yaxshi va isil millat ekanligini aqli, tuyg'usi va tajribasi bilan tonib yetolmagan. Shunga ularda o'zaro muhabbat kamchil. 25. Vatan ichi va sirtidagi Uyg'urlar axborot qamal qilinganligi uchun Xitoyning zodi qanchalik vahshiy va ishplaslarcha ilib berayotgan zulmini yetarlik tushunmaydi. 26. Uyg'urlarda o'zi aralab qatnashib qo'ygan yig'in, namoyish deganlarni inqilob yoki harakat deb tushunib, uningdan qanoatlanadigan ahvollar bor. 27. Uyg'urlarning farzandlarining til, yiziq, madaniyat masalasi krizis ichida. Uyg'urlarning bolalarining to'y turmush masalasi krizis ichida. 28. Uyg'urlarning Xitoyga qarshi urush maydoni Facebook. Uyg'urlarning bir-birini tillaydigan yeri Facebook. Uyg'urlarning din tabliq qiladigan yeri Facebook. Uyg'urlarning madaniyati va tili Facebook. Uyg'urlarning davlati Facebook bo'lib, bu yerda nima desak bo'ladi? So'rqi bo'lmaydi. Qatmal holatni o'zgartirishning chorasi bormi? Albatta bor. Har bir Uyg'ur mavjudlik ko'rishiga to'liq qatnashishi kerak. Har bir Uyg'ur taraqqiyot va gullanish ko'rishiga to'liq qatnashishi kerak. Bizni faqat o'zimizni qutqizamiz. Boshqa hech kim, hech qanday kuch qutqizmaydi. Yaratquchi Alloh Qur'onda bir qavmning o'z holatini o'zi o'zgartmaguncha Allah o'zgartib qo'ymaydi deganidek, biz endi har birimiz o'zimiz to'liq qarshilik ko'rsatishimiz kerak. Shundaqla o'zimizda birinchi ishonch, ikkinchi muhabbat, uchinchi ma'rif, to'rtinchi iqtisod, beshinchi harbiy kuch hozirlashning ma'naviy tayyorligini boshlashimiz kerak. 2018-yil 22 aprel. Manba Uyg'ur agentligi tor betidan elindi.